6-cı bab. Diqqət qılınlar ki, başqalarga köz-köz qilish üçün yaxşı iş qılmanglar. Bunda qısanglar, ərshdiki otanglarning inamiga erişəlməysizlər. Xeyr saxavat qılınlarda davran samanglar. Saxtpazlarlar başqalarning maqtishiga erishish üçün ibodatxona va ko'chalarda shundoq qiladi. Bilib qo'yinglar ki, ular shundoq qilib boshqalarning hurmatidan boshqa hech qanday inomga erishalmaydi. Shuning uchun sadiqa berganinglarda o'ng qo'linglarning qilayotganini so'l qo'linglar bilmasin. Sadiqanglarni yoshirin beringlar. Shundoq bo'lganda yoshirin qilingan ishlarni bilib turg'uvchi arishdiki otanglar sizlarga inom beradi. Duo qilgan vaqtinglarda boshqalarga ko'z-ko'z qilish uchun ibodatxona yoki to'rt ko'cha og'zida turib elib, duo qiladigan saxtibazlardek duo qilmanglar. Bilib qo'yinglarki, ular shundoq qilib, boshqalarning hurmatidan boshqa hech qanday inomga erishalmaydi. Duo qilgan vaqtinglarda uyga kirib, ishni yepib, arishdiki ko'rinmas otanglarga duo qilinglar. Sajdumasdan qilingan barliq ishlarni bilib turg'uvchi arishdiki otanglar jazman sizlarga inom beradi. Duo tilovat qilganda butparastlardek quruq gaplarni takrorlamanglar. Ular gapni takrorlaversak, Xudo talabimizni ijobat qiladi deb o'ylasa kerak. Sizlar ularni do'rimanglar. Chunki arishdiki otanglar sizlarning ehtiyojinglarni sizlar talab qilishdan avvalla biladi. Shuning uchun mundaq duo qilinglar. Ey arishdiki otimiz, sening noming ulug'lang'ay. Podsholig'ing yer yuzida namoyon bo'lg'ay. İrodang arishdikidek yer yuzidami amalga oshirilg'ay. Kundulik yemakligimizni bagaysan. Bizga gunoh qilganlarni kechirgunimizdek, senmi gunohlarimizni kechirgaysan. Bizni ozdirishlardan saqlab qolg'aysan. Bizni yomonlikdan yiroq qilg'aysan. Sizlar boshqalarning savanliklarini kechirsanglar, arishdiki otanglarmi sizlarni kechirdi. Biroq sizlar boshqalarning savanliklarini kechirmasanglar, arishdiki otanglarmi sizlarni kechirmaydi. Ro'za tutgan vaqtinglarda saxtipazlarda qiyofatga kirib olmanglar. Ular ro'za tutganni ko'z-ko'z qilish uchun o'zlarini parishon qiyofatda ko'rsatadi. Shuni bilib qo'yinglarki, ular shundoq qilib, boshqalarning hurmatidan boshqa hech qanday inomga erishalmaydi. Sizlar ro'za tutganda chechinglarni maylab, o'zinglarni tuzashtirib yuringlar. Shu chaqda faqat arishdiki ko'rinmas otanglardan boshqa hech kim ro'za tutganliginglarni sezalmaydi. Buning bilan sizlarning yoshirin qilayotgan ishinglarni bilib turadigan arishdiki otanglar jazman sizlarga inom beradi. Yer yuzida o'zinglarga boylik to'plamanglar. Chunki bu yerda yo kuyi yeb tugitidi, yo dotlashib tugaydi, yoki o'g'ri o'g'irlab ketadi. Aksicha, arshda o'zinglarga boylik to'planglar. U yerda kuyi yemaydi, dotlashmaydi, o'g'rimi olmaydi. Boylig'inglar qayerda bo'lsa, qalbinglarmi shu yerda bo'ladi. Ko'z tanning chirg'idir. Agar ko'zinglar yaxshi bo'lsa, ya'ni ko'zinglar Xudoda bo'lsa, butun vujudinglar yorug'lik bilan to'ladi. Agar ko'zinglar yomon bo'lsa, butun vujudinglarni qorong'ulik bosadi. Agar hayotinglardagi yorug'lik amaliyotda qorong'ulik bo'lsa, u qorong'ulik nima degan qo'rqinchlik ha? Ikki xo'jayinga tang xizmat qila oladigan hech qanday kishi yo'q. U yoki buni yomon ko'rib, uni yaxshi ko'radi, yoki buningga e'tibor berib, uniga sal qaraydi.
Şununğa o'xshash, sening birli vaqtda ham Xudoning, ham mol dunyoning quli bo'lishinglar mumkin emas. Şuna bilib qo'yinglarki, turmushinglarga keraklik yemek içmek yoki uçağlarga kiydigan kiyim-kechakdan g'am qilmanglar. Hayotlik yemektin, ten kiyim-kechakdan ko'p aziz emasmi? Ko'kdagi uchar qanotlarga qaranglar. Ular terimaydi, yig'maydi, ambarda oziqmi saqlamaydi. Erishdiki atanglar ularnimi osh qo'ymagan yerda sizlarning rizqinglarni cho'qim berdi. Chunki sizlar oshu qushlardan ko'p aziz emasmi? Oranglarda qaysinglar g'am qayg'u bilan umringlarni kichikkina uzatalaysizlar. Kiyim-kechak uchun g'am qilishning nima hojati? Daladagi yavo gullarning qandoq o'sidiganligiga qarab beqinglar. Ular ishmi qilmaydi, kiyimmi tikmaydi. Lekin sizlarga shuni aytayki, hatto ulug' podsho Sulaymonning hashamatli tonlarimi bu yavo gullarning go'zalligiga teng kelamaydi. Ey ishonchi ojizlar, Xudodan nimishqa gumonlanyapsizlar? Daladagi buguni ichilsa, etsi qurib, o'choqqa qolingan ashu gul giyolarni ashuncha bezigan Xudo sizlarni texmo kiyindimasmi? Shundaq ekan, nemi yeymiz, nemi ichimiz, nemi kiyimiz deb g'am qilmanglar. Yahudi emaslar mana shu narsalar uchun izdinidu. Biroq erishdiki atanglar sizlarning bu narsalarga muhtojliginglarni biladi. Shundaq ekan, hammadan muhimi Xudoning podshohligi va haqqoniyligi haqida izdininglar. O chaqda Xudo sizlarga mana bularning hammasini qo'shib taqdim qiladi. Shuning uchun atidan g'am qilmanglar. Atining g'ami atiga qolsin. Her kunning dardi shu kunga yetidi.